o'qishlarga juda ham qulay bo'lgani uchun shu maktabni tanlaganmiz. Bu maktabga berishdan maqsad birinchi bo'lib biz bu maktabni bog'chasiga berganmiz bolalarimni. Bog'chasida shu ularni nima deydi, bog'chani yosh bolajonlarga berayotgan tarbiyaligi, pitaniyali, samimiyligi, jamoani bir-biriga bo'lgan podдержкалari, mehri, mana shularni inobatga olgan holda bizani ishonchimizga kirgan bo'lganligi uchun biz keyin Best School nomli maktabligiga ham farzandimizni berishga qaror qilganmiz. Hozirgi kunda ikkinchi farzandim ham bu maktabga birinchi klassga chiqish arafasida. Bu maktabni nimasini biz tanlaganmiz? Chunki bu maktab hozirgi kunda xususiy maktablar juda ham ko'p, lekin farzandlarimizdan ham har doim albatta so'raymiz, maktabga olib kelganimizda qanaqadir maktabni o'zini mehri, o'ziga bo'lgan mana bo'ladi-ku, o'qituvchilarni, keyin shu jamoani, ularni qanaqadir mehri farzandlarimga ham bu maktab yoqdi. Shuning uchun ham bu maktabni bir nechta xususiy maktablar orasidan tanlab olishga ahd qildik va tanlovimiz muvaffaqiyatli chiqqanidan xursandmiz. Sizlarga ham Best School maktabini tavsiya qilaman.